Chirchiq davlat pedagogika universitetida Yangi O'zbekistonda filologik ta'limning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy nazariy anjuman tashkil etildi. Ushbu tadbirda ta'lim sohasidagi yetakchi olimlar, o'qituvchilar va mutaxassislar ishtirok etib, tilshunoslik hamda adabiyot ta'limining yangi yo'nalishlarini muhokama qilishdi. Anjuman globallashuv jarayonlarida umumturkiy dunyoning tili va qadriyatlarini mustahkamlash, turkiy tillar oilasi o'rtasida xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Bu anjuman filologik ta'limning muammolari, yechimlari hamda istiqbollariga bag'ishlangan. Moziga qaraydigan bo'lsak, moziy istiqbol tarozusi degan Hazrat Behbudiy. Moziyni ko'rib, bilib, keyinchalik biz o'zimizni rejalarimizni qilamiz. Bugun mana shu universitet rahbariyati dunyoning turli hududlaridan kelgan muallimlarning fikrlarini, qarashlarini, qiyoslarini eshitgandan keyin tabiiy ravishda o'zlariga ulkan bir reja qilib oladi. Burada Chirchiq Davlat Universitetining Anqara Yildirim Bayazid Universiteti bilan Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti o'rtasida yaqin va samarali ilmiy hamkorlik yo'lga qo'yilishiga ishonaman. Bu yo'nalishda kelishuvlar ham imzolashimiz mumkin. Shuningdek, bu yerdagi ustozlarni o'z universitetimizga ham taklif qilamiz. Anjuman juda foydali o'tmoqda. Qozog'iston, Indoneziya, Turkiya va Tojikistondan kelgan olimlar ishtirok etyapti. Ular bilan tanishib, ilmiy muloqotlar olib borish va foydali ma'ruzalar tinglash katta xursandchilik. Universitet kutubxonasini ko'zdan kechirib shuni aytmoqchimanki, talabalarning faol va qiziqish bilan o'qishlari juda yaxshi taassurot qoldirdi. Anjumanda mumtoz adabiyot vakillarining qo'lyozma asarlarini chuqur o'rganish va tadbir etish borasida izlanishlar, merosimizga yangicha yondashuvlarni shakllantirish, jadid ma'rifatparvarlarning qimmatli merosini keng targ'ib etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi.